ipoteka to'g'ri keladigan 8 sotu uy 62 ming dollar. Kirib yashaydigan sharoiti bor. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bolalar. Xullas, manzil keladigan bo'lsa, tak, Jdanov, Layli mahalladan ozgina o'tganda Samarkandskiy deyiladi. 8 sotuli uyimiz. Oldida, orqasida joyi bor, bemalol zaxvat sifatida foydalansanglar bo'ladi. Xullas, kirib yashashga tayyor. Uyga obzorni ko'rib boqamiz. 20 tadan shu mevali daraxtlar bor. Bu yerda mana ikkita ichkarida smeshka, bu yerda bitta, 3ta, 3-xonasi va tashqarida balkon, boloxonada bitta xonasi bor. Bu yerda mana sanuzel va kuxnya bor. Bu yerda mana zaxvati bor ozgincha. Xo'p, uyning orqasida ham ozgincha bir 30 metrga yaqin zaxvati bor. Foydalansanglar bo'ladi. Bog' qilib takoy chiroyli qilib qo'yib. Xullas, katta hovli uyni ko'rdinglar obzorini. Bundan ham yaxshi uylarni kuzataman desanglar, bizga podpiska tashab qo'yinglar, sizlar bilan uychi bolalar. Shahar chetidan dala hovli qilaman deganlar tashab qo'ysanglar va boshqacha-da. Hozir nima beryapti? 62 mingga, tim bo'li ipoteka. Sog' bo'linglar.